Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Mashinamiz hozir polni montajga keldi. Mana asosiy причинасы generator deb kelyapti. Generatorni ochib ko'rsak, chotki umuman gap yo'q. Asosiy sistema shu montajdan chiqdi. Mana zamok kanallari. Bu yerda mashina zavoddan keyin starter urmaydigan relesi bor. Shuni simlarini прямой qilgan ekanlar. Hozir alashtirmaysa bu ipakagani bu, в общем, bardak bo'lib yotibdi. Ayrim elektrikmi, elektrik emas, menimcha bir montaj o'tgan bo'lishi kerak buni. В общем, doğrugan simni ulab tashlaverganlar. Xudo xolasa uni chiralatib chiqarib beramiz. Mana aytilib turgan ishlari dinam, polniy montaj, ayna steklosistlar, pechga taraf tabloni korpusi almashlandi. Ertaga xudo xolasa skorost chek qo'yamiz, rulona shleyf qo'yamiz va usilitel simlarni olib qo'yib 12-24 aynani tez chiqib tushishi uchun relay qo'yamiz xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'lasizlar. Iloji bo'lsa ishonchli qo'llar olib borib o'ttiringlar. Bu bilan men o'zim maqtayjak emasman. Endi salkam 1 yillik ham 30 yillik stajim bor. Xudo xolasa kelaversa qo'ldangancha. Endi hozirgi yoshlarga bir maslahat beramiz. Iloji boricha shu qisqa men cho'tkani o'tsangizlar, o'zi klient o'zi topib boraveradi inshaalloh. Salomat bo'lasizlar. Ishlaringiz omadini bersin. Yaxshi dam olinglar azizlar.